Men ishlatib tugatgan kosmetikalar va ularni qayta sotib olgan bo'larmidim. Pastroq gapiraman, chunki narigi xonachalarım uxlashyapti. Birinchi o'rinda This Diva ichigacha yo'qotib olganman. Prям ichida oltin bor desa ham men qo'shilaman 100%. Vesbafni million marta sotib olishga ham roziman. Hozir men sizlarga yigitimni ko'rsataman. Bitta emas, ikkita emas, naq 3 ta lyuks yuzajda tinta 5 va 6 adsini ko'rsataman. Tinta bilgan biladi. Afsuski yigitimga xiyonat qildim, chunki Beni tinta topib oldim. Lekin aynan shu tintlar qizlar uchun must have tint hisoblanadi. Sol de Janeiro spray prям rosa trendga chiqqan paytda olganman. Smells like heaven. Shuni lavandasini olishinglar kerak. Prям kerak. Ondan 10 qayta sotib olgan bo'lardim. Fez tushi. Ko'zi bo'shalib ketmaydi, ob'yem yaxshi beradi, uzunligi yaxshi, lekin ondan 8 ni bundan ko'ra yaxshi men teleskopikim va kabaretim. Buni 3-o'ringa qo'ygan bo'lardim tushlarning orasida. Pusidan qosh fiksatori, bunisi 90 ming, bunisi 120 ming. Ikkalasidan orasida unaqa katta farq sezmaganman, lekin qayta olish kerak bo'lsa, men aynan shunisini olaman. Keyin buni teksturasi juda ham yaxshi. Qoshinglarni qilganinglardan keyin qanaqadir yopishqoq narsa bo'lib qolmaydi. Oxirgisi bu notlar shunaqa qosh fiksatori. O'ylamanglar buni oxirigacha ishlatib tugatdi deb turib, yo'q, buni jiyalarib o'yib ichini yo'qotib yuborgan. Qoshi qalinlar uchun, lekin menga o'xshagan qoshi yo'qqalar uchun bu yopishqoq qanaqadir yoqimsiz narsa. Undan gijada to'r. Keyin menga juda ham yomon ko'radigan narsa, buni ustidan sizlar agar tonalka qo'yadigan bo'lsangiz, tonalkalarni shuvab qanaqadir yomon narsa qilib yuboradi. Xo'p, bu yangi rubrika sizlarga yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlar har bitta ishlatib ko'rgan tovarlar haqida atsev yozib ketinglar. Agar ikkinchi qismni xohlasanglar, kommentariyga yozinglar. Girl, menga follow bosasiz.